Familjefadderprojektet pågår för fullt. Sedan januari 2025 har Gävdet, med en generös insats på 500 kronor varje månad, börjat hjälpa 10 familjer. Under den välsignade månaden Ramadan, en månad med stor belöning, delades hjälp ut till 5 familjer i Darsab, vilket var en enormt lättnad för änkor. Hjälpen avsåg januari och februari 2025. مای جانوارمنه مای فبروارنه mayda çidelarını bir inağabız Türkiye'den komak bakalla sizlerge alıp geldim boy. خدای رحمت قسم وشه این قابض خدا جمونده نمیذاره قسم استبار نماز استبار همیشه بذار دعا قلاب دیر کنه دعای نکلان نقلاز خدا جم بزرگی بسر اونده نمیذاره پیزا پانو لگا برسیم. Yordam tarafından May Januarımına Februarına mayda çidelarını ibar bakalla mi alıp geldim. Hoş barakat tavsileman amazatlar bize geçti barakat tavsileman bacalar nima qilib yeb o'tiribdi ahlarga duo qilib ana shunaqa qilib yeb o'tiribdi. Bir inağabız Türkiye'den komak bakan ve şunu mayda çidani bu şey inağabız tarafından alıp geldim men. Ularım salam aytdi ko'pdan ko'p. Mana shu sag'ilda yeb o'tiribdi bir yildan beri mana shunda shularni bermasa edi biza qanday qilaydik? Ana shular hammalariga haqlariga duo qilyapti biz bolagilar. Yordam tarafından May Januarımına Februarını mayda çidelarını ibar bakalla men alıp keldim. Tashakkur Bunyod yordamchi tarafidan shunday ko'maklar eshitgandan tashakkurli qilabizki bizlarga shunday ko'maklar eshitgandan aytganda bizlar shunday mushkulotimizni hal qilib ko'maklari eshitadi biz mana necha vaqtlardan beri ishlarni ko'maklari bilan guzaronimiz ko'p yaxshi o'tyapti tashakkurli qilabizki Bunyod yordam tarafidan bundan boshqa ham ko'maklari bo'lsa bizlarga ilova bersalar deb umid qilamiz. Januarımına Februarına mayda çidelarını ibar bakalla bir Türkiyeli inağabız komak bakalla men sizlarga alıp geldim. Barakat topsilom ko'maklari yetishdi bu oydagi bizaga. Bundan boshqa men eydamalarni qilsalar moyra bizanga bizlar ham biz axlarga duo qilamiz mana sag'ir kabr bilan. Qoni bundan ham ziyat qilsin. Shu Turkiyalik inag'abız demoqlarga duo qilamiz. Barakat topsinlar. Xudoy kuchlarga Xudoning jon sog'lik aramchilikni bersin. Bizlar ham moyra bizanga yeb sag'ir kabr bilan 4 soat axlarga duo qilamiz. Yordamdı tarafından bir inağabız ko'mak qilgan ekanlar. Mana shu Januarımdan Februarını mayda chidasini olib keldim sizlarga. Yetishli ko'maklar tashakkurli qilamiz mana shu ko'mak qilibdilar buni yordam raislardan ko'mak keldi tashakkurli qilamiz. Hammalarni haqiga tashakkurli qilamiz. Xonalari va meni ham ko'mak qilsinlar, qo'llari og'rimasinlar. Og'am bundan ham izoh qilsin, ini ham Xudo bizga bergan bo'lsalar, Xudo ularga bundan ham izoh bersinlar. Alloh Vi vill rikta ett stort tack till Gävdet för hans ovärderliga engagemang. Hans hjälp sprider hopp och värme och vi ser fram emot att hans stöd fortsätter. Må alla belöna Gävdet och hans familj för deras generositet.